Assalomu alaykum qadrli talabalar. Mavzuimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Biz Kantning fikrlariga kelib qolgan edik. Kantning quyidagi fikrlaridan boshlaymiz. Fanda subyektiv omilning hisobga olinishi, masalan, kvant fizikasidagi kuzatuvchi ta'sir, ya'ni psixologiya yoki kognitiv fanlarga idrok va tafakkur mexanizmlarini tushunishga asos bo'ldi. Kantning quyidagi fikrlari hozirgi zamonaviy fan uchun, demak fizika va metafizika uchun, misol uchun, narsa o'zida bizga noma'lum, biz faqat ko'rishdagi narsalarni bilamiz, ya'ni ko'rinishdagi narsalarni bilamiz deb aytadi. Bu juda bir ajoyib fikr bildirgan Kant. Bu fikrlarini albatta hozirgi fan uchun juda muhim. Misol uchun, nazariy fizika haqiqatga erishish emas, balki uni model qilish g'oyasi falsafiy asosga ilmiy modellarning nisbiyligini tushunishga hissa qo'shdi. Ya'ni har bir ilmiy model baribir nisbiy deydi. Chunki biz narsani aslida qanday ko'rsak, faqat ko'rganimizdagina xulosa chiqara olamiz. Narsalarni esa butun hammasini ko'ra olmaymiz deb aytadi. Demak, axloqiy falsafa kategorik imperativ nuqtai nazaridan qaraydi. Misol uchun, harakatlaringiz shunday bo'lsinki, u hamma uchun universal qonun bo'lishi mumkin deb aytadi. Ya'ni bu yerda sun'iy intellekt axloqi, bioetika, texnologik mas'uliyat, Kant axloqiy prinsiplari asosida ishlab chiqildi. Huquqiy tizimlar va inson huquqlari tamoyillari ham Kant etikasi ta'sirida qilingan. Kosmopolitizm va tinchlik. Abadiy tinchlik huquqiy asosga qurilgan global tartib, ya'ni misol uchun BMTning tamoyillari, inson huquqlari deklaratsiyasi, xalqaro huquq asoslari Kant g'oyalarida tayanadi. Yoki bo'lmasa global fuqarolik va dunyo fuqarosi tushunchasi ham aynan Kant fikrlari asosida keyinchalik boshlanadi. Kant falsafasi nafaqat ilmiy bilish asoslarini falsafiy jihatdan mustahkamladi, balki zamonaviy fan, etika, huquq va xalqaro munosabatlarda ham asosiy yo'nalishlarni yo'naltiruvchi falsafiy tamoyillarni taqdim etdi. Aqlning chegaralari. Xo'sh, bilish doiralari, aqlning kuchi, metafizika tanqidi. Bu Kantning asosiy nimalari? Misol uchun, quyidagilarni ko'rib chiqamiz. Aqlning bilish doiralari. Inson aqli faqat tajriba doirasidagi narsalarni, ya'ni fenomenlar, ko'rinadigan narsalarni bilish mumkin. Neomen narsa o'zida inson tajribasidan tashqarida, uni aql orqali tushunib bo'lmaydi deydi. Aqlning kuchi. Aql bizning bilimlarimizni tashkillashtiruvchi vosita, lekin u tajribadan tashqariga chiqqanda xatoga yo'l qo'yadi. Chunki real asosga tayanmaydi. Masalan, metafizik savollar, xudo, ruh, abadiylik. Metafizika tanqidi. Kant metafizikani tanqid qilar ekan, u aqlning o'z chegarasini buzishi oqibatida soxta bilimlar hosil bo'lishini ko'rsatadi. Masalan, dunyo abadiymi yoki cheklimi? Bu savollarni aql ishonchli hal qila olmaydi. Bu bilimlarni o'rganib olmaydi deb aytadi. Aqlning chegaralari. Ilm fan bilan chegaralanish. Aql empirik ilm fan doirasida, ya'ni tajriba, eksperiment va sezgilar orqali haqiqiy bilimlar beradi. Shundan tashqariga chiqqanda u taxminiy, shubhali bo'lib qoladi. Aqlning axloqiy aql farqi. Kant amaliy aqlda, ya'ni axloqiy qarorlar qabul qilishda aqlga yuqori rol beradi. Biroq nazariy aql, ya'ni bilishga oid aql chegaralangan deb aytadi.
Kantning mashhur iboralari: men bilimni cheklayman. Iymonni joylashtirish uchun. Ya'ni biz Xudo va abadiylikni bilim bilan emas, faqat axloqiy ishonch orqali qabul qilamiz. Aql o'zining doirasidan chiqqanda u xatoga yo'l qo'yadi deydi. Xulosa: Kantga ko'ra inson aqli chegaralangan va u tajriba bilan tasdiqlangan. Narsani bilishi mumkin, ammo tajribadan tashqaridagi, ya'ni nominal haqiqatlar emas, balki yondashuv, empirizm va rasionalizm orqali o'rtasidagi muammolarni topishga urinadi. Endi keyingi masalamiz subyektiv va obyektiv bilish metodlari. Asosiy g'oyalar bular subyektiv bilish bu subyektiv va obyektning o'zaro ta'sirining natijasidir deyiladi. Bu yerda har bir terminga fikrlar bildirilgan, har bir termin izohlangan. Subyekt, obyekt, fenomen, nomen, aqlning shakllari, tajriba nima, muhim xulosalar berilgan. Kantning asosiy iborasi: aql narsa haqida emas, narsa aqlga moslashadi. Ya'ni aql narsaga emas, aniqrog'i narsa aqlga moslashadi deydi. Ya'ni endi narsa aqlga moslashgandan keyin albatta biz narsani asl mohiyatini to'liq bila olmaymiz degan fikrni bildiradi. Ya'ni birinchi cheklaydi. Hegel tarix falsafasi juda qiziq mavzuga keldik. Ya'ni tarix bu aqlning o'zini anglash jarayoni deydi Hegel. Hegel nazarida tarix bu bexos voqealar to'plami emas, balki ichki mantiqqa ega ongli rivojlanish jarayonidir. Unga ko'ra tarix ongli insoniyat asta-sekin o'z aqliy mohiyatini va erkinligini anglab boradi. Tarix bu dunyo aqlining taraqqiyot yo'lidir deydi. Dialektik rivojlanishda quyidagicha fikrlaydi, ya'ni tarix harakat dialektik tarzda ro'y beradi, ya'ni har bir g'oya yoki tartib, ya'ni tezisga qarama-qarshi kuch, antitezis yuzaga keladi. Ularning to'qnashuvi orqali yangi davr, ya'ni sintez yuzaga keladi. Ya'ni har bir yangi davr aynan shunday yuzaga keladi deb aytadi. Xo'p, endi tarixiy bosqichlar. Hegelga ko'ra insoniyat erkinligini anglash darajasi orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi. Sharq davlati faqat bitta odam erkin podshoh. Antik dunyoda, Gretsiya, Rimda ba'zi odamlar erkin, qulchilik mavjud. Yevropada xristianlik davri, har bir inson tabiatan erkin. Shunday qilib tarix insoniyatning universal erkinlikka tomon yurishini deb aytadi. Davlat tarixiy aqlning timsoli. Hegelga ko'ra davlat bu aql bilan tashkil topgan axloqiy tizim bo'lib, u tarixiy zarurat sifatida yuzaga chiqadi. Ideal davlat erkinlikni himoya qiladi va insonning aqliy rivojlanishiga imkon yaratadi. Davlat bu voqelikda namoyon bo'lgan aqldir. Tarix falsafasining maqsadi. Hegel tarix falsafasi orqali insoniyat taraqqiyotini izchil tushuntirishni maqsad qiladi. Uningcha har bir tarix davr va bu ruh, ya'ni inson aqlining bir bosqichida ifodalaydi. Endi Hegelning dialektikasi haqida gaplashamiz. Hegel dialektika harakat va o'zgarishning ichki qonunini ifodalaydi. Hegel uchun dialektika bu har qanday fikr, jamiyat va tarix voqealarining ichki harakati va rivojlanish shaklidir. Bu harakat 3 bosqichda yuzaga keladi: tezis, antitez va sintez. Misol uchun, erkinlik, majburlik, aql orqali asoslangan erkinlik, sintez. Xo'p, Hegelga ko'ra bu jarayon hech qachon to'xtamaydi. Har bir sintez yangi tezisga aylanadi va tarix davom etadi.
Taraqqiyot aqlning o'zini anglash yo'lidir.